Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan navbatdagi vaziyatli masalamiz miyokard infarkti bo'yicha hisoblanadi. Qiziqarli bugungi keysimiz. 47 yoshli bemor gipertenziya va dislipidemiya bilan shifoxonaga murojaat qilibdi. Acute honest crushing substernal chest pressure, ya'ni ko'krak qafasining orqa tomonida ezuvchi bosim ortishi sababli noqulaylikdan, bezovtalikdan murojaat qilibdi. Tekshiruvlar davomida initial vital signs are within the normal range, ya'ni tekshiruvlar jarayonida bu hayotiy ko'rsatkichlari normal ekan. Qon bosimi 135 ga 85 millimetr so'mga teng ekan. Puls tekshirilganda 90 ta, ya'ni yurak urishlari soni daqiqasiga 90 tani tashkil etyapti ekan bemor kelgan paytida. Va bemorni EKG qilib ko'rishganda mana shu EKG hosil bo'libdi. Bu EKGni hozir tahlil qilamiz. After an aspirin is administered, ya'ni aspirin buyurildi bemorga va aspirindan keyin sublingual nitrogliserin, ya'ni plastika nitrogliserin dorisi buyurildi ko'krak qafasi ortidagi bosimni kamaytirishga va og'riqni kamaytirish uchun. Va bu nitrogliserin ta'sirida bemor hushini yo'qotibdi. Mana pressinkopal bo'lib qolibdi. Ya'ni bemor hushini yo'qotgan dori ta'sirida. Va bemorni qon bosimini o'lchab ko'rishganda 70 dan tashkil qilyapti ekan. Sistolik qon bosimi. Va puls esa 90 dan 100 ga o'tib ketibdi. Yurak urishlari soni hozir endi daqiqasiga 100 dan tashkil qilyapti. Nitrogliserin ta'siridan keyin nitrogliserin ta'sir mexanizmiga keladigan bo'lsak, nitrogliserin pastroq dozada vena qon tomirlarini kengaytirish xususiyatiga ega. Ya'ni vena qon tomirlarini kengaytirib, yurakka keladigan preloadni kamaytirib beradi. Yurakka keladigan qon hajmini biroz miqdorda kamaytiradi. Va yurakka keladigan qon hajmi kamaygandan keyin yurak kamroq qisqarib, kamroq bo'shashadi. Nitrogliserin ta'sir mexanizmi qisqacha shunday. Endi bemor hushini yo'qotgandan keyin kislorod ballonga ulashga majbur bo'lishibdi. Mana he must be intubated for airway protection. Xo'p, bu bemorda diagnoz nima deyapti va bu bemorda gipotenziya nima sababdan kelib chiqdi deb aytyapti. Hozir qisqacha qilib aytib ketdim. Bu yerda gipotenziya rivojlanishiga sabab, ya'ni qon bosimi birdan tushib ketishiga sabab nitrogliserin hisoblanadi. Sababini hozir aytib beraman. Xo'p, EKGsiga e'tibor beradigan bo'lsak, EKGni tahlil qilib chiqamiz. Biz dastlab EKGni tahlil qilayotgan paytimizda ertishchalarga e'tibor berar edik. Mana ertishchaga e'tibor beramiz. Ertishchalari tor holatda turibdi, kengayib ketmagan, demak qorinchalarda bo'layotgan hech qanday muammo yo'q. Ya'ni aritmiyalar nazarda tutib aytyapman. Aritmiyalar yo'q. Ventrikulyar taxikardiya yoki ventrikulyar fibrillatsiya yoki bo'lmasam torsades points mavjud emas. Demak, u daraja shoshilinch holat hozircha aniqlanmayapti. QRS kompleksida. Mana hammasi tor holatda. Endi keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan holat bizda EKGda P-tishchani ko'rishimiz kerak. Chunki ritm sinuslimi yoki sinusli emasmi, shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bemorda mana har bitta QRS kompleksidan oldin P-tishchalar mavjud. Mana P-tishchalar ko'rinyapti. Demak, ritm sinusli ekanini bildiradi. Mana AVFda ko'rishimiz mumkin. P-tishchalar mavjud. 3-standart tarmoqda ham ko'rishimiz mumkin. AVF P-tishcha bor, 2-standart tarmoqda ham P-tishcha mavjud QRS kompleksidan oldin. Endi shuni e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, hurmatli do'stlar, bizda bu yerda ST segment elevatsiyasi kuzatilyapti bizda. 2-standart tarmoqda, 3-standart tarmoqda va AVF tarmoqlarida ST segment izoliniyadan ko'tarilgan holatda ko'rilyapti. Bu miyokard infarktidan darak beradi, hurmatli do'stlar. Bemorda miyokard infarkti mavjud. Ya'ni 2-chi, 3-chi standart tarmoq va AVFda ST segment elevatsiya degani bizda right coronary artery okklyuziyasi hisobiga, ya'ni transmural ishemiya kelib chiqqan. Bu transmural ishemiya natijasida transmural miyokard infarkti rivojlangan. Ya'ni
right coronary artery bor, left coronary artery bor. O'sha right coronary arteriyada okkluziya bo'lgan, ya'ni ateroskleroz bo'lishi mumkin. Qandaydir o'sha o'zi ateroskleroz 90% holatda o'sha ishemiyaga sabab bo'ladi. Miokard infarkti rivojlanishida dastlab ishemiya bo'ladi. Ya'ni kislorod tanqisligi, ishemiya bo'lgandan keyin ishemik shikastlanish, ishemik shikastlanishdan keyin nekroz rivojlanadi miokard infarktida, patofiziologiyasida. Nekrozni ortga qaytarishning iloji yo'q. Miokard hujayralari, ya'ni kardiomiyositlar to'liq nekrozga uchrab ketgan bo'ladi, ya'ni o'lgan bo'ladi. Bu holatda ST segment elevatsiyasi bo'ldimi, demak, bemorda transmural ishemiya bo'lyapti. Transmural miokard infarkti bo'lyapti. Ya'ni o'ng tomonlama miokard infarkti. Bu degani o'ng qorinchada bo'layotgan miokard infarkti degani. Endi bundan nima bo'ladi deydigan bo'lsak, tasavvur qiling. Normal holatda kislorod o'sha right coronary arteriya orqali kislorod kelib, o'sha kardiomiyositlarni kislorod bilan ta'minlab, kisloroddan nima hosil bo'ladi? Kislorodli aerob oksidlanish hisobiga ATF hosil bo'lardi. ATF kardiomiyosит hujayralarida harakat potensialida ishtirok etuvchi natriy, kaliy, kalsiy ionlarini harakatini ta'minlab beruvchi transportyorlar bor. Asosiy transportyor bizda natriy kaliy ATFaza transportyori hisoblanadi. Endi natriy kaliy ATFazani o'sha transportyorni harakati uchun ATF kerak dedik. Endi bizda o'sha right coronary artery okkluziyasi sababli ishemiya rivojlandi. Ishemiya natijasida kislorod yetishmayapti. Kislorod yetishmagandan keyin o'sha miokard ishemiyaga uchragan miokard zonasida anaerob glikoliz hisobiga sut kislota sintezi bu yerda ortib ketadi va bu yerda ortganidan keyin kislorodsiz ATF yo'q-ku, ATF bo'lmagandan keyin natriy kaliy ATFaza yaxshi ishlamaydi. Yaxshi ishlamasligidan keyin bu yerda ionlar harakati buziladi. Ionlar harakati buzilgandan keyin bu yerda o'sha o'ng bo'lmacha qisqarishga qiynaladi va qisqarishdan chetda qolib o'ng qorinchadan qon pulmonar arteriyaga yaxshi chiqa olmasligi natijasida o'pkalarga qon kam boradi. Chunki qisqaruvchanlik kamayib ketdi nekrozga uchraganlik sababli. Endi o'pkalarga kam qon bordi degani o'pkalardan karbonatga to'yingan qon kislorodga to'yinib yurakni chap bo'lmachasiga olib borish kerak edi. Chap bo'lmachadan chap qorinchaga chiqib turib, butun organizm kislorodga to'yingan qon tarqalishi kerak edi. Endi bu yerda o'sha o'ng tomonlama miokard infarktisi rivojlanganligi sababli bu yerda qon kamroq boradi chap tomonga, chap bo'lmachaga va chap qorinchaga. Endi tasavvur qilaylik, nitroglitserin berildi. Mana, nitroglitserin ta'sirida boya aytib o'tib ketdim, vena qon tomirlarini kengaytiradi dedim. Endi qon tomirlar qancha toraysa, qon harakati shuncha ortadi. Qon tomir qancha kengaysa, qon harakati shuncha sustlashadi. Shuni esda saqlab qolaylik. Endi nitroglitserin berildi. Nitroglitserin berilgandan keyin vena qon tomirlari kengayadi. Hozir aytdim, vena qon tomirlari kengaysa, qon harakati sustlashadi. Endi superior vena cava, inferior vena cava va bo'yinturuq venalarda qon tomirlari kengayish hisobiga nitroglitserin ta'sirida. Endi o'ng tomonga, ya'ni o'ng bo'lmachaga qon kelishi kamayadi. O'zi miokard infarkti rivojlanib turgan edi. Shusiz ham kontraktility kamayish hisobiga, ya'ni o'ng qorinchani infarkt rivojlangan hisobiga kam qonni otib berayotgan edi o'pkalar tomon. Chunki qisqaruvchanlik kamayib ketdi. O'sha infarkt sababli. Endi nitroglitserin berdik buni ustiga ustak. Nitroglitserin berganimizdan keyin endi qon harakati sustlashib qoldi. Preload kamaydi. Yurakka kelayotgan yuklama kamayib qoldi. Buning natijasida endi battar qon harakatlanishi sustlashib qoladi organizmda. Ya'ni o'pkalarga qon bormaydi. O'pkalarga qon bormagandan keyin o'sha chap bo'lmachaga va chap qorinchaga qon borish sustlashib ketadi. Buning natijasida organ perfusion kamayib ketadi. Organlarga qon kam boradi. Ya'ni endi nima sababdan presenecopal, ya'ni nima sababdan hushdan ketish bo'lganini hozir endi tushunasizlar. Mana endi qon kam o'pkalardan o'tib turib, chap bo'lmacha va chap qorinchaga o'tganligi sababli endi
miyaga ham kam qon boradi, sistemaga ham kam qon borish hisobiga qon bosimi tushib ketyapti va bemor hushidan ketgan, miyaga qon kam borganligi sababli, nitroglitserin sababli. Endi tushundinglar deb o'ylayman, hurmatli do'stlar, o'sha nitroglitserin ta'sirini. Endi organlarga qon kam boryapti, kislorod kam borish hisobiga karbohidratning miqdori ortib ketadi organizmda, organlarda va karbonhidrat ortganidan keyin anaerob glikoliz hisobiga kislorodsiz oksidlanish bo'ladi va sut kislota miqdori ortib ketadi organizmda. Buni hisobiga endi o'sha karotid sinusda va yurakdagi baroreseptorlarning yonida xemoretseptorlar ham mavjud. Xemoretseptorlar o'sha karbonhidrat ortib ketgan karbonhidratga sezgir hisoblanadi va bu ortib ketgan karbonhidratni xemoretseptorlar sezish orqali bosh miyaga signal beradi. Karbonhidrat ortib ketdi organizmda, kislorod kamayib ketdi deb signal beradi va bu natijasida bosh miyada simpatik nerv sistemasining aktivligi oshadi. Epinefrin, norepinefrin ko'p miqdorda ishlab chiqarilganidan keyin, ya'ni yurak tez-tez ura boshlaydi. Agar men yurakni tez-tez qisqartirsam, kislorodga bo'lgan ehtiyojni organizmda kamaytirib beraman deb o'ylaydi. Simpatik nerv sistemasini oshirish hisobiga bizda yurak tez urib, mana yurak urishlari soni 100 taga ko'tarilgan hisoblanadi. Mana endi mexanizmni tushuntirib berdim, hurmatli do'stlar. Bizda diagnoz chap qorincha o'ng qorincha miokard infarkti bo'ldi. Bu chap qorincha miokard infarktida nitroglitserin berishimiz mumkin, lekin o'ng tomonlama, ya'ni o'ng qorincha miokard infarktida nitroglitserin aslo mumkin emas. Sababini hozir yaxshilab tushuntirdim. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada so'rashlaringiz mumkin. Nitroglitserin va gipotenziyani ham sababini tushuntirdim. Xuddi shu tarzda bo'ladi. Hurmatli do'stlar, bu nitroglitserinni foydalanishda high yield mavzulardan biri hisoblanadi. E'tiboringlar uchun rahmat, hurmatli do'stlar. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada so'rashinglar mumkin. Agar Lumenga obuna bo'lishni xohlasangiz, mana bu LumenUz04 promo kodi orqali obuna bo'lsangiz, sizga qo'shimcha chegirmalar beriladi va bonuslar taqdim etiladi. Maza qilib tibbiyotni Lumen bilan birga o'rganing. Lumenga obuna bo'lish uchun Lumen Kubank botdan foydalanasiz. Bizning Telegram sahifamiz USM Practice kanali hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.